bolani rus sinfga bermaymiz. Tarbiyasi buziladi. Til tarbiya bermaydi. Tarbiyani ota-ona va atrof muhit beradi. Aksincha, til ko'proq imkoniyat berishi mumkin. Mirsarvarni o'g'li olimpiadada g'olib bo'libdi. Sen qachon shunaqa bo'lasan, bolam? Har bir bolani o'zini vaqti bor. Siz agar bir bolani boshqa bola bilan solishtirsangiz, uni o'ziga bo'lgan ishonchi yanada tushadi. Eng asosiysi harakat. Ya'ni u bola o'zini ustida ishlayaptimi, harakat qilyaptimi, kechigidan ko'ra natijasi yaxshiroqmi? Shuni o'zi kifoya. Shu maktabda mayli 1-2 oy o'qisin. Rezultat bo'lmasa, boshqa maktabga olamiz. 1-2 oyda natija kutish bu urug' ekib, ertasiga meva so'ragandek gap. Maktab bu butun boshli jarayon. Agar bolani o'qishida muammo ko'rayotgan bo'lsangiz, siz u muammoni aniqlashga harakat qiling. Ana o'shanda balkim yechim topasiz. Bundan tashqari, siz agar har 2 oyda bolangizni maktabini almashtiraversangiz, bola na tizimga moslashadi, na do'stlar orttiradi. O'qish desan, o'qish shart emas. Hunar bilsin. Diplom nima qilib beryapti hozir? Zamon hozir o'qiganlarniki. Hunar sizga rizq topishingizga yordam berishi mumkin, lekin bilim imkoniyatlaringizni kengaytiradi. Pulni to'layapmizmi? Bizani aralashtirmaylik. Endi men bolam bilan dars qilib o'tirishim qoluvdi. Sizni pulingiz natijani kafolatlamaydi. Natija bu maktab, ota-ona va farzandning hamkorligida bo'ladi. Maktab sizni farzandingizga ta'lim va tarbiyani berishi mumkin, lekin u narsa uyda davomiy bo'lmasa, natijasi 0. Ta'lim va bola tarbiyasi haqida shunaqa foydali kontentlarni o'tkazib o'rmaslik uchun sahifamga obuna bo'ling.